Salom qizlar, bugungi videomizda instrumentlarning sterilizatsiyasini o'rganamiz. Bu bizning ishimiz uchun eng kerakli narsalardan bittasi, chunki boshqalarga odamlarning kasallik yuqtirib qo'ymaslik uchun instrumentlarni sterilizatsiya qilish bu birinchi o'rinda turadigan narsa. Chunki qondan yuqadigan yoki grippoklar juda ham ko'p odamlarning orasida hozirgi zamonda. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz dezinfeksiya. Ya'ni Optimax Plus vositasi yordamida instrumentlarni dezinfeksiya qilishni o'rganamiz. Buning uchun bizga mana bunaqa konteyner kerak bo'ladi. Mana konteynerimiz ichiga instrumentlarimizni solib, suvga, ya'ni rastvorimizga, suyuqligimizga botirib qo'yishimiz uchun yordam beradi. Bu konteynerimiz ichiga muzli suv to'ldirishimiz kerak. Muzli suv to'ldirganimizdan keyin mana bunaqa vositamiz bor, Optimax Prof deb qo'ygan. Bu vositamizdan qo'shib instrumentlarimizni dezinfeksiya qilsak bo'ladi. Nega men Optimax Prof tanladim? Chunki bu instrumentlarimizni zanglab ketishini oldin oladi. Bunaqa vositalardan juda ko'p turi bor. Siz o'zingizga mosini tanlashingiz mumkin. Men mana bunaqa Optimax Profni tanladim. Orqa tarafida sostavi, ya'ni ichidagi bor narsalari, qanaqa ishlatilishi, qayerda ishlab chiqarilgan, hamma ma'lumotlar bor. Bemalol hozir videoni to'xtatib turib o'qib ko'rsanglar ham bo'ladi. Sotib olganingizda ham bemalol o'qib, keyin ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda qanaqa ishlatilishi ham yozib qo'yilgan bemalol. Mana ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Buni ham srok godnosti bo'ladi. Srok godnosti o'tib ketmagan bo'lishi kerak. Xo'p, qanaqa ishlatamiz? Ya'ni buni 25-30 millilitrini 1 litr suvga aralashtirish kerak. Meni o'lchaydigan idishdan bo'lmagani uchun ikkita bunaqa qopqog'i bir konteyner suvga to'g'ri keladi. Men shunaqa ishlatardim, ya'ni ikkita qopqog'ini to'ldirib solardim-da, bitta men konteyner suvga aralashtirardim. Grammovkasi bir xil chiqadi. Yoki agar siz o'lchab qilaman desangiz, 25-30 millilitr 1 litr suvga aralashtirib qilsanglar bo'laveradi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va keyin bunga instrumentlarimizni solib dezinfeksiya qilamiz. Manikür qilib bo'lganimizdan keyin mana rastvorimizni aralashtirganimizda, suyuqligimizni aralashtirganimizda rangi mana bunaqa och havorang rang bo'lishi kerak, och moviy rang bo'lishi kerak. Mana shu aralashtirgan suyuqligimiz, rastvorimiz bir hafta ishlatsak bo'ladi. Agar rangi o'zgaradigan bo'lsa, ko'p klient qilib, ko'p instrumentlaringizni dezinfeksiya qilaversangiz, rangi tez o'zgarib ketishi mumkin 7 kundan ham oldin. Agar rangi sal bo'lsa ham o'zgarsa, o'sha rastvorni, ya'ni suyuqligimizni almashtirishimiz kerak. Ya'ni hozir men instrumentlarim sovunman. Instrumentlarim bu suyuqlikning ichida 15 minutdan 30 minutgacha turishi kerak. O'shanda to'liq dezinfeksiya bo'ladi. Bu suyuqligimiz ichiga instrumentlarimizni solganimizda hamma instrumentlarimiz suyuqlikning ichiga to'liq kirib turishi kerak. To'liq mana bunaqa cho'kib turishi kerak. Agar yarimiga suv tegmay qoladigan bo'lsa, suv kamayib qoladigan bo'lsa, bu o'sha noto'g'ri. Keyingi etapimiz bu instrumentlarimizni yuvish. Ya'ni mana bu suyuqligimizda turgandan keyin mana bunaqa konteynerimiz mana bunaqa qismini olib, oqova suvni, ya'ni kran tagida oqib turgan sovuq suvda instrumentlarimizni yaxshilab yuvib tashlashimiz kerak. Suyuq rastvorlarimiz qolib ketmasligi kerak. Keyingi etapimiz yuvilgan instrumentlarimizni salfetkada quritish. Salfetkada artmasdan o'zini mana bunaqa yoyib qo'ygan ko'rinishimizda o'zi qurishi kerak. O'shanda instrumentlarimiz uzoq muddatga yetadi. Agar o'zimiz salfetkada artib yoki ho'l holida suxajarga qo'yib yuboradigan bo'lsa, instrumentlarimiz o'tmas bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun mana bunaqa holda o'zi qurigani yaxshi. Keyingi etap sterilizatsiya suxajarda, ya'ni mana shunaqa suxajarda sterilizatsiya qilish kerak. Buning uchun bizga mana bunaqa kraft paket kerak bo'ladi. Instrumentlarni bu kraft paketni ichiga solib suxajarga solishimiz kerak bo'ladi. Kraft paketlarning har xil ko'rinishi bor, har xil razmerdagisi bor. Siz o'zingizga to'g'ri keladiganini tanlaysiz. Mana hozir ichiga instrumentlarimiz sovamiz.
to'liq o'zi quragan instrumentlarni solish kerak. Bu instrumentlarimizni solib bo'lganimizdan keyin mana bunaqa lentasini olib, bu kraft paketimiz yopiladi va suxojarga qo'yib sterilizatsiya qilinadi. Keyin bu kraft paket klientni oldida ochilishi kerak. Chunki klient bu instrumentlar dezinfeksiya sterilizatsiya qilinganini bilish uchun. Klient ko'zidan oldida ochmasanglar, bu noto'g'ri hisoblanadi. Mana suxojarimiz mana bunaqa ko'rinishda. Suxojarlar har xili bor. Bu ancha eskiroq ko'rinishdagi, eskiroq versiyasi. Hozir bundan ham zo'r variantlari chiqib ketgan. Lekin hozir men sizga mana shu versiyasini ko'rsatmoqchiman. Mana ichida полностью metallический bo'ladi, metalldan qilingan bo'ladi va tashqarisida mana bunaqa o'zini temperaturasini va vaqtini regulировать o'zingiz belgilasangiz bo'ladi. Masalan, mana bu yerda temperaturasi bor, issiqligi. 180 gradusga qo'yganinglar yaxshi. 180 gradusga qo'yib, temperaturasini, issiqligini, vaqtini 1 soatga qo'yishingiz kerak. Ya'ni instrumentlarimiz 180 gradusda 1 soat davomida sterilizatsiya bo'lishi kerak bo'ladi. Kraft paketga solingan instrumentlarimiz suxojar ichiga qo'yib olasizlar. Va keyin 180 gradusga 1 soatga qo'yamiz va krishkasi yopiladi. Bir soat o'tgandan keyin bu kraft paketimiz mana bunaqa indikatori bo'ladi. Ustida ko'rib turganingizdek yopishtirilib qo'ygan rangi o'zgaradigan narsamiz bor. Ya'ni mana bu qismi rangi o'zgarishi kerak bo'ladi. 1 soatdan keyin mana o'zi yozib qo'ygan parda qilsanglar, cho'mna rozoviyga o'zgaradi, vozdukda qilsanglar, korishneviga o'zgaradi debdi. Hozir botga qo'yilmagan. Hozir men video uchun kamroq vaqtga qo'yganim uchun hozir rangi uncha qattiq o'zgarmagan. Lekin 1 soatga qo'yadigan bo'lsanglar, buni o'zgarishi aniq ko'rinadi.